Kuchli insonlar maqsadlari to'g'risida, o'rtacha insonlar voqea hodisalar to'g'risida, mayda insonlar mishmishlar to'g'risida gapiradilar. Aslida u kim loyihamizning bu galgi qahramoni siz u biz bilgan, tanigan jurnalist, yurist, sobiq deputat, hozirda ekologiya vazirining maslahatchisi Rasul Kusherbayev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni hamma har xil talqin qiladi. Kim uchundir jurnalist, kimdir yurist, yana kimdir hamon sizni deputat deb biladi. Yana kimdir jamoat faoli yoki ekologiya targ'ibotchisi deganlar ham bor. Aslida Rasul Kusherbayev kim? Biz Kusherbayev deganda kimni ko'rayapmiz? Men bilmayman endi kimni ko'ryapti. Kimni ko'rgisi kelsa shuni ko'radi-da. O'sha odamni ko'radi. Qanday tasavvur qilsa. Kimgadir hali ham deputatman, kimgadir yurist deb biladi. Ba'zilar advokat ham deb o'ylashadi. Kimlardir jurnalist deb biladi. Kim uchundir akadirman, kim uchundir ukadirman, xullas. O'zim bilganim shu, ota-onamni farzandiman bitta. Qolganlar hamma har xil tasavvur qilib o'zi tushunganicha o'ylar. Ularning o'yi, ularning tushunchasi. Xohlaganicha ular o'ylashlari mumkin. Siz o'zingiz uchun kimsiz? Men haligacha kimligimni anglab yetmagan odamman. Bir kunlik xoy-havas bilan emas, qandaydir o'zim shu xohlagan ishlarni to'g'ri ma'noda qilishga harakat qilayotgan odamlardan bittasiman. Qanaqadir maqsadlar bilan yashayotgan, shunga yetish yo'lida harakat qilayotgan va bu yo'lda ko'pchilik tushunmasa ham, lekin shu yo'ldan qaytmay yurayotgan odamlardan bittasi deb o'ylayman o'zimni. Ba'zilar meni zararkunanda deb hisoblaydiganlar ham bor. Shu odam bo'lmaganda yaxshiroq bo'lardi deb o'ylashadi. Ba'zilar yo'q, aksincha yaxshi deb yordaming tegadi deb hisoblaydi. Lekin unaqa yaxshi odam emasman, buni aniq bilaman to'g'risi. Meni juda ham ko'p xato kamchiliklarim bor va uni o'zim yaxshi bilaman juda ham. Mana shu kamchiliklarni, xatolarni takrorlamaslik, nuqsonlarni to'g'rilash yo'lida harakatda yurgan odamlardan bittasiman. Ya'ni buni qanchalik uddasidan chiqqanmiz, buni vaqt ko'rsatadi. Siz hayotingiz davomida o'zgarganmisiz yoki qanday bo'lsangiz shundayligicha qolganmisiz? Albatta o'zgarganman. Agar fikrlash, dunyoga qarash nuqtai nazaridan bo'lsa, albatta kun sayin ba'zan odam anglab boraverasiz ko'p narsalar. Ba'zi insonlar bor, biror bir mansabni egallagandan keyin o'zgaradi. Ya'ni mansab insonni o'zgartiradi. Kimgadir kibr bilan qaraydi, kimgadir mensimaydi, kimgadir boshqacha nazar bilan nazar tashlaydi. Sizchi? Lekin men bilamanki, mansab bu aslida tuzoq va mansab bu yuk, mansab bu azob aslida. Bilganim shu. Undan ko'ra mansabsiz yurgan yaxshiroq aslida. Nimagaki, ayniqsa davlat xizmatida mansabda bo'lsangiz, bu ertaga 37 million odamni oldida javobgarlik degan masala. Qaysidir? Chunki 37 million odamni u yoki bu daraja to'lagan solig'i, o'shani haqidan oylik olib yashab yuribmiz. Ertaga shuncha odamning oldida ularni oldida javobgarlik bor. Agar davlat xizmatida emas, oddiy ishda yurgan, masalan, xususiy ishda yoki oddiy aytganda kundalik bir ishda yurganimda kimdir haqqini to'lab, men faqat shu odam oldida hisob-kitob qilardim, shu odamning oldida mas'uliyatim bo'ladi. Lekin davlat xizmatida bo'lsangiz, buni yuki og'ir. Bu parlament bo'ladimi, bu ijro hokimiyati bo'ladi, bu sud bo'ladimi, farqi yo'q. Byudjetdan oylik olib ishlayapsanmi, buni aslida juda yuki og'ir deb hisoblayman. Balki odam qo'rqoqroq bo'lib qolar davlat xizmatida ishlagandan keyin. Ba'zilar o'zidan haddidan oshib ketar, lekin bir narsa aniq, men ishonaman shunga, davlat xizmatida mansabga o'tirgandan keyin kibrlanib ketish bu insonning geni, ya'ni uni o'sha kelib chiqishi bilan ham bevosita bog'liq. Agar inson genida o'zi mansabni ko'tara olmaslik, ko'rmaganni ko'rgani qursin deydi-ku, shunaqa darajada bo'lsa, u albatta ozgina mansab uni asl yuzini, asl darajasini va nafaqat o'zini, balki o'zi bilan birga butun bir avlodini darajasini ko'rsatib qo'ya qoladi. Shu endi savol tug'iladi. Rasul Kusherbayev nimadan qo'rqadi? Men qo'rqadigan narsalarim ko'p meni ham. Aynan nimadan qo'rqasiz? Uyg'onmay qolishdan qo'rqaman eng ko'pi. Ya'ni o'limdan qo'rqasiz? O'limdan albatta qo'rqaman. Ya'ni qilmoqchi bo'lgan ishlarimni qilishga ulgurmay qolishdan. Kimdir obro'sini yo'qotishdan qo'rqadi. Kimdir
hurmatini yo'qotishdan qo'rqadi. Demak, siz o'limdan qo'rqasiz. Umumiy qo'rqadigan narsalar ko'p. Masalan, yaqinlarni yo'qotishdan, yaqinlar ishonchini yo'qotishdan ham qo'rqasiz. Yaqin insonlar bor. Ular uzoqlashib ketishidan ham qo'rqishingiz mumkin. Bunaqa qo'rquvlar ko'p. Lekin ularning ichida eng kattasi bu shu o'lim va o'tgan vaqt uchun javob berish masalasi. Afsuski bundan qochib qutulib bo'lmas ekan. Agarki kafolat bo'lganidaki kimdirmi yoki qanaqadir kuch hech qachon o'lmaysan, hech qachon javob bermaysan deb va balki shunda eng iflos ishlarni ham qilgan iymon, vijdon, insof degan narsalarga tupurib qo'ygan bo'lardim mana. Lekin unaqa emas ekan, afsus. Aslida hayotingizda boshqa voqea bo'lgan-u, kuzatuvchilaringiz, yaqinlaringiz boshqacha tushunib, boshqacha talqin qilgan holatlar ham bo'lganmi? Va u sizga qanaqa ta'sir qilgan? Aslida jiddiy va rost bo'lgan gaplarimni kulgu bilan, xushyoqlik bilan aytsam, jiddiy va rost qabul qilishmaydi. Ya'ni gapdayda gap bor deysiz-da. Ya'ni lekin keyin vaqt o'tib aytmagan eding-ku shuni. Men aytdim-ku shuni boshqacha. Sen shunday aytdingki, u aytganingga ishonmaydigan darajada qilib aytding deb ba'zan nima qilishadi? Bu ba'zan odam jiddiy masalalar, og'riqli masalalarni ham ba'zan kulgu bilan qabul qilishga harakat qilaman, chunki uni yuki og'irda juda ham, lekin shunday qabul qilmaydi ba'zan yaqinlarim bo'lib turadi. Ya'ni misol uchun mana ijtimoiy tarmoqlarda biror bir voqea bo'ldi. Misol uchun siz hayotingizga oid nimadir bo'ldida, o'sha sizni butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin-ku. Ya'ni ikki o't orasida qoladigan vaziyatlaringiz bo'ladi. Kimdir siz haqingizda aytilgan gap boshqacha talqin qiladigan holatlar bo'ladi. Ko'p bo'lib turadi unaqa. Va o'sha vaziyatdan qanday qilib chiqib ketgansiz? Masalan, bundan bir necha yil oldin mana shu bir qator jinoyatchilikda ayblashmoqchi bo'lgan edi. Mana o'sha shag'al o'g'risi, Yangi yo'ldagi o'sha tadbirkorlarni, jinoyatchi tadbirkorlarni noqonuniy himoya qilib keladigan shunaqa mafiya degan va bu ishlarini deputatlik niqobi bilan yopib yuradi degan shunaqa ishlar, gaplar tarqatishgan. Yer sotar bu deb. Qanaqa his qilgansiz o'zingizni? Albatta odam xafa bo'ladi, jahli chiqadi va shunga ishonadiganlar bor. Endi ularga ko'p narsani ishontirishga men harakat qilmadim. Yaxshisi shu vaziyatni o'zim yengib chiqib ketishga harakat qildim. Ular vaqt soatga o'zi ko'rib bilib olar deb hisobladim va shu yo'l to'g'ri deb o'ylayman. Har bir odamga tushuntirib, buni isbotlab chiqish uchun vaqt yetmaydi insonda. Keyin ba'zi bir o'sha isbotlab berish talab qilinadigan ishlarga men bitta isbotlab yurishga o'zimni vaqtimni yeb ko'rmayman. Yaxshi chalg'ib qolmay, yaxshi deb haqiqatan haq bo'lgan bo'lsam, o'sha tomonni o'zi bilan kurashaman. Shu bitta natija bo'ladi, shu bilan qolganda o'zi bilib oladi degan yo'ldan yurishga harakat qilganman. Shu oxirida mana o'sha holatda ham oxirida men hech qanaqa mafiya emas, hech qanaqa yer sotar emas inson ekanligim haqiqat qaror topdi. Va shu ishni uyushtirib yurganlar bor edi. Menga tegmaganiga men ishim yo'q, lekin tekkanini qo'ymayman. Menga tegmasa, meni ham ishim yo'q, yuraveraman. Lekin shu tekkan o'zi nohaqdan tegib qo'ysa, keyin kechirishim juda qiyin bo'ladi. Juda qattiq. Shunaqa olib qo'yishga to'g'ri keladi. Demak, yana kimdir sizga yomonlik qilsa, oxirigacha yetasiz. Oxirigacha emas. Yo'q, o'ch olish emas. U shunday vaziyatga tushib qoladiki, men unga shunchaki yordam bermayman. Ya'ni yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarasiz, yomonlikka yomonlik ham qilmaysiz, yaxshilik ham qilmaysiz. Yaxshilik ham qilmayman, lekin u o'zi chuqurga tushib ketaveradi. Sizga yozilgan fikrlarda, izohlarda o'qiysizmi? Qanaqa e'tibor qilasiz? Kamdan-kam o'qiyman, kamdan-kam holatda. Ko'p o'qimayman. Va bu to'g'ri deb o'ylayman, chunki uni o'qisam birinchidan katta vaqtimni shunga ketkazib qo'yaman. U cheksiz, uni ba'zan ko'p vaqt ketib qoladi. Keyinchalik asab buziladi, chalg'ib qolaman. Ya'ni o'zim to'g'ri ketayotgan yo'lim, ishim bo'lsa, o'shandan chalg'ishib olib keladi. Asabimni ham buzib qolayman, ba'zan o'qiyman. Uni har birini o'qiydigan bo'lsam agar ba'zan vaqt o'qitaman. Lekin ayrimlarini, misol, menga tashlab berib qolsa, ayrim juda e'tibor qaratadiganlar o'qiyman ba'zan. U fikrlarni o'qisam o'zim ba'zan qo'rqib ketaman. O'zimni o'zim tanimay qolaman. Nahotki shu insonman bo'lsam deb qo'yaman. Ba'zi joylarda odam qiyofasidagi farishta, shunaqa so'zlar ham bor. Yo'q, endi unaqa bo'lmaydi-da, shuning uchun men hech kimdan unaqa maqtab, unaqa e'tirof qilish so'ramaganman, kerak ham yo'q. Bu bizning sharoitda faqat tuzoq bo'ladi, faqat tashvish olib keladi. Yaxshilik olib kelmaydi. Shuning uchun men ko'p iltimos qilaman, agar haqiqatda yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, mayli,
yaxshi fikringiz bo'lsa o'zingiz bilan qolaversin. Uni chatmas shu falonchi deb aytish. U menga faqat yomonlik qilishni o'ylab yurgan odamlar uchun u yaxshi qurol bo'ladi. O'zingizni hech yolg'iz his qilganmisiz? Ya'ni hamma narsadan charchab, ketib borgingiz kelganmi hech? Ko'p bo'lib turadi bunaqa narsa. Uzoqqa ketib borgingiz keladimi? Nima qilasiz shu vaziyatda? Uxlab turaman. Bir xil payt ketaman ham, ja uzoqqa emas, qayergadir ketaman. Shunchaki hech kim topolmasin boshqa deb ozgina vaqtga sal ba'zan yo'q bo'lib qolaman. O'zim bilan o'zim qolaman. U keyin janjalga sabab bo'ladi. Shuni tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun lekin bilamanki, qachondir kelib haqiqatdan hammasidan voz kechib ketsam kerak o'zim. Haqiqatdan ko'p narsa asli ko'ringanida emasligini ko'rib bilib yurgani sari inson qiynalar ekan ochig'i. Bu hayotda ketayotgan yo'lda afsus hech kimga suyanib bo'lmaydi. Eng yaqin insonim deganingiz ham eng katta dushmaningizga istagan vaqtda aylanishi mumkin. Shuning uchun buni ko'rib kelayotganim uchun aytyapman. Hech kimga suyana olmayman. Haqiqatdan hozirgi ketayotgan yo'limda bir o'zimman. Hech kim yo'q. Do'stsiz yo'q. Yo'q. Do'stim faqat o'zim. Do'stim faqat onamidi yoki otamidi. Faqat ota-onagina har qanday vaziyatda farzandiga yomonlik, unga zarracha zarar keltiradigan ish qilmaydi. Ya'ni qo'pol aytganda sotmaydi. Qolgan hamma sotadi. Insonlarda turli xil vaziyatlar bo'ladi, turli xil hayot tarzlari bo'ladi. Har bitta inson hayotda yashar ekan oldiga maqsad qo'yib yashaydi. Nimagadir intilib yashaydi. Vaqtni kimdir qadrlaydi, kimdir qadriga yetmaydi. Siz vaqtni qanday taqsimlaysiz? Men ham o'zimni kundalik qiladigan ishlarim bor. Men shu ertalab turib rejali, masalan, ish kunlari mana shu vazirlikka kelaman. Tushgacha qabul bo'ladi fuqarolar. Har xil masalalarda kelishadi. Vazir qabuliga kelganlarda yoki boshqa rahbariyatga kiramiz deganlar bo'lsa, bular bo'lmasa, men qabul qilaman, harakat qilaman tushgacha shuni yakunlashim. Tushdan keyin o'zim yo'nalishlarim bor ishlaydigan, o'sha bilan ko'proq ishlashga harakat qilaman. Keyin kechga yaqin ora-orada vaqt topganimda shu boshqa o'zim muloqot qilib turadigan odamlar bor. Turli masalalarda murojaat telefonda chiqadi, boshqa o'shalarga vaqt ajratib qarab turaman. Mana turli narsalarga vaqt ajrataman deyapsiz. Siz yoningizga ko'pchilik keladi, bilamiz. Kimdir maslahat so'rab keladi, kimdir yordam so'rab keladi. Ularga qanchalik vaqt ajrata olasiz? Ya'ni savolim shundan iboratki, yaxshilikning siz uchun chegarasi bormi? Umuman agar meni qo'limdan keladigan nimadir bo'lsa, men harakat qilaman unga yordam berishga. Agar qo'limdan kelmaydigan bo'lsa, shunchaki vaqt o'tkazadigan bo'lsa, men ochiq aytaman, uzr, men sizga yordam bera olmayman. Agar istasangiz, men sizga shirin yolg'on bilan va'da berishim mumkin. Siz xursand bo'lib ketasiz hozir ketishda, lekin u yolg'on bo'ladi. Sizga qaysi biri kerak deb so'rayman. Ular aytadi, menga yolg'on kerak emas deb. Bunda yolg'on kerak emas bo'lsa, ayni sizni masalangizda men yordam bera olmayman. Meni qo'limdan kelmaydi. Keling vaqt yo'qotmaylik, siz ham men ham deyman, bo'ldi. Qo'limdan nimadir keladigan bo'lsa, zarracha imkoniyat bo'lsa, harakat qilaman yordam berishga. Hech bo'lmasa kimgadir qo'ng'iroq qilib bog'lab berishga hech bo'lmasa, shu orqali ishi bitib ketsin deb. Bizdan harakat, barakatni beruvchi boshqa. Ayrim paytlarda shu bir og'iz qo'ng'iroq, bir og'iz to'g'ri yo'l odamlarda shu taqdiri o'zgarishiga sabab bo'lgan. Bunaqa misollar mana juda ham ko'p. Haligacha misol yozib turishadi. Masalan, o'tgan yili bir kelganda bir fuqaro unga tahdid qilishayotganligi haqida ayrimlar menga aytib kelgan ekan. Men shu vaqtda bilmayman, kimgadir qo'ng'iroq qilib bergan ekanman. 2 og'iz. Shu bilan hamma ishlar bitib ketgan ekan. Bugun yozyapti masalan menga o'sha vaqtda shunaqa bo'lgandi deb. Yillar davomida yuruvdim, shu ishim hal bo'lmay, shunaqa bo'ldi deb. Chegarasi shu meni qo'limdan kelmaydigan ishga ko'zim yetsa bo'ldi, o'sha chegara. Men ochiq aytaveraman, bu bo'lmaydi deb. Pul uchun hamma narsaga tayyor insonlar, ming afsuski, har kuni bo'lmasa-da kun ora uchrab turibdi. Aslida Rasul Kusherbayev uchun pul qanchalik ahamiyatli? Ya'ni aniqroq beradigan bo'lsam, ijtimoiy tarmoqlarda faolligingiz moddiy tomondan ahamiyatga egami? Yaqin-yaqingacha bo'lmagan, unaqa ahamiyatga ega bo'lmagan. Mana endi hozir Telegramda misol shu reklama yo'nalishi bo'yicha xizmat yo'lga qo'yganmiz. Uni ham shu bir insonga topshirganman, shu inson yurgizadi, chunki men jismonan ulgurmayman. Bu ishlar ma'lum bir ma'noda daromad olib keladi shu insonga va undan men ham kerak payt foydalanaman. Faollik bilan bog'liqmi boshqani bilmadim. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda manfaat uchun foydalanasizmi yoki demoqchiman? Yo'q, manfaatdorlik ijtimoiy tarmoqlarda asosan shu insonlarni fikrlashga o'rgatish, yangiliklardan xabardor qilib turish, mana shu berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, firibgarlarga uchrab qolmasdan ogoh bo'lsin degan umumiy shu
fikrlash, huquqiy ong dunyoqarashi ko'proq o'ssin degan shu katta maqsadim bu. Ya'ni o'ziz uchunmas, o'zgalar uchun. Endi shuni men xohlab yetkazamanda, shu xohishim shu bilan qonadi meni ham. Shuni xohlaganim uchun bir tomondan o'zimga ham yaxshi, shuni kimgadir foyda bo'lsa o'zim ham maza qilaman. Endi ijtimoiy tarmoqdan men minbar sifatida ko'proq foydalanaman va ochishdan ham maqsad shu bo'lgan. Endi ba'zilar balki boshlanishni o'zidan biznes manfaatlari o'ylab ko'rar. Yo'q, boshda unday bo'lmagan. Yaqindan taklif chiqdi, qaysiki baribir shundoq meni tanishlarim ba'zi narsalar iltimos qilib chiqaryapti va haqini ular olib kelgan ekan. Men buni bilmaganman. Keyin shuni qonunlashtirib qo'ydik. Shu qonuniy bo'lsin hammasi deb. U ham ma'lum bir chegara bilan, ma'lum bir prinsiplar, ya'ni odamlarga zarar qiladigan bo'lish kerak emas. Meni ma'lum bir prinsiplarim bor, o'shanga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bunaqa yo'nalish ishlasa chiqmaydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida faoliyat yuritdingiz. Ya'ni nimalarni reja qildingiz u nimalarga erisha oldingiz? Endi saylovoldi dasturida maqsadlar bor edi. Shu sohalar bo'yicha aytadigan bo'lsak, shu ta'lim tizimini yaxshilashga hissa qo'shish degan shunaqa xohishim bor. Odil sudlov tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish, sudlar mustaqilligi yo'lida qonunlar qabul qilish, shunga yordam berish. Keyin jarimalarni muvofiqlashtirish, ya'ni insonlarning daromadiga va ular ko'tara oladigan darajasiga moslashtirishimiz kerak umumiy jarimalarni, shunaqa xohish bor edi. O'qituvchilar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish kerak degan shunaqa xohish bor edi. Keyin o'zim saylov okrugimdagi bir qator katta ijtimoiy muammolar bor. Shulardan bittasi kanalizatsiya bilan bog'liq edi. Uni hal qilishga mana erishdik. Aslida deputatlik faoliyatidan ketishingizga sabab nimada? To'g'ri tanlov qildim deb o'ylaysizmi? Ha, to'g'ri qilgan ekanman. Ketmaganimda shu yerda 1-2 oydan keyin yiqilgan bo'larmidim, sog'lig'im bo'lmay. Ikkinchidan, kengroq doirada fikr qilish va tashqaridan baho berish imkoniyati bo'ldi ishlarga. Dunyoni ko'rish ozgina bo'lsa ham imkoniyati bo'ldi. Men Oliy Majlisda bo'lganimda chetga chiqa olmasdim deyarli. Faqat maxsus ruxsat berilganda bo'lardi va bu yerdan ketgandan keyin menda O'zbekistonning har bir fuqarosi qatori menda ham imkoniyat bo'ldiki, pasport olishga. Nima uchun Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirovni fikrlari, so'zlari teskari talqin bo'ladi deb o'ylaysiz? Men bilmayman to'g'risi nima uchun bunday. Lekin umuman u kishini tushunaman, ko'p masalalarda tushunishga harakat qilaman. Qo'shilmasam ham ayrim fikrlarni, nima aytmoqchi bo'lganligini tushunishga harakat qilaman. Endi u kishini o'zidan so'rash kerak, to'g'risini aytganda. Men shu masalaga vaqt ajratib yana bahsga kirishga ketib qolaman-da va buni eski shaxsiy adovatlar, shaxsiy kelishmovchilik deb talqin qilishlarini xohlamayman. Milliy tiklanish partiyasining rahbari sifatida bilaman. Ilgari deputat bo'lib hamkasb bo'lganmiz, ishlaganmiz. U kishida o'zgarishlar bo'lganini ko'rdim men. Oddiy deputat vaqtida u kishi umuman boshqacha edi. Bizlar oramizdagi munosabatlar o'ta samimiy, juda nima edi. Keyin o'zgarish bo'lganini ko'rdim va shuning uchun hozir lekin ularning fikrlari nima uchun bunday bo'lyapti? Aslida nimani nazarda tutuvdi? Men uni shunchaki gapirishni xohlamayman. Do'stlarim yo'q dedingiz, dushmanlaringiz-chi? Ko'p. Ismini ayta olmaysiz. Yo'q, ayta olmayman. Nima uchun dushmanlik qilyapti deb o'ylaysiz? Asosiysi mansabni saqlab qolish. Shu bilan bog'liq. Xo'p, dushmanlaringiz haqida ayta olmasangiz, mana deputatlar mavzusida gapirayotgandik. Jamiyatda faol yoki muammolarni hal etayotgan deputatlarni sanab bera olasizmi siz nazaringizda? Men bu savolga javob berishni xohlamayman. Bu savolga ham? Ha. Nega? Shunchaki. Siz uchun hech qaysi deputat faol emasmi? Men unaqa demadim. Masalan, Shohruh rapper ga yozgan izohingizni ko'rdim. Hozir bilmayman deputatmi, ilgari lekin deputat bo'lgan, qaysidir masalada o'sha faol kirib kelgan edi o'sha paytda. O'sha vaqtdagi fikrlarim edi. O'sha vaqtdagi fikrlar hozir ham aktual bo'lmasligi mumkin. Inson vaqt o'tgan sari o'zining harakatlari bilan aslida qanchalik darajada ish qila oldi va qila oladi, shunga o'zi nima deydi, fikr olib keladi-da, baho berish imkoniyati bo'ladi. Siz orqangizda kim turibdi? Kimdir sizni qo'llab-quvvatlaydimi? Nega shu savolni ko'p beradi? Hamma beradi, hammaga qiziq. Agar noto'g'ri yoqmasa, boshqa savolga tushib. O'zi ertalab uyg'onishiga kafolat bormi, yo'qmi, o'zi kafolat bera olmaydigan bo'lsa-yu, unday odamni qaysi biriga suyanish mumkin? Suyanganda kuchliroq, shu har doim uyg'onadigan zotga suyanish kerak-da. Aslida oilangizga ko'proq vaqt ajratasizmi yoki ishingizga? O'zimga ko'p vaqt ajrataman va o'zim ko'p
yo ish bilan band bo'laman yoki boshqa ishlar bilan band bo'laman, lekin oilaviy masalalarda kam vaqt to'g'risi. Biror narsadan afsuslanasizmi? Agar sizda imkoniyat bo'lganda nimani ortga qaytargan bo'lar edingiz? Men afsus qiladigan narsalar ko'p. Endi eng ko'p o'ylab turadiganim, men onam uchun ko'p vaqt ajrata olmay qolganligimdan, oxirgi kunlarda oldinlarda ko'p bo'la olmaganidan afsuslanaman. Va shu kunlar boshimga tushgan vaqtida men puldor odam bo'la olmaganligimdan afsus qilaman. Men o'sha vaqtlarda bekor deputat bo'lib, oylik ishlab yuradigan odam bo'lganimdan afsus qilganman. Shu vaqtda agar ortga qaytarish imkoniyati bo'lganda, shu yaqinlarim ota-onam bilan uchrashgan bo'lardim. Ko'rishgan bo'lardim. Shu. Endi hayotda shu ekanda, insonni eng yaqin sotmaydigan, shu suyanish mumkin bo'lgan inson faqat ota-ona ekan. Boshqa hech kimga suyanib bo'lmaydi. Na farzand, na oila, na boshqa, na xullas. To'g'ri suyanish mumkin, nima qilish mumkin, lekin doim esda bo'lish kerakki, siz kutmagan vaqtda, istagan vaqtda ular sizni sotishlari mumkin. Faqat ota-onagina sotmaydi farzandini. Qaytarish imkoniyati bo'lganda, shu meni sotmaydigan, meni doim yonimda bo'lishga tayyor bo'lgan odamlarni ko'rgim kelgan bo'lardi men. Shu. Hozirda ham ancha-muncha natijalarga erishdingiz. 10 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Bilmadim, endi buni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni qanday maqsadlaringiz, rejalaringiz bor? Buni hozir ayta olmayman. Nega? Buni aytasiz endi, hammasi o'zi tugadi savollar bitta qolgandan keyin. Men bilmayman. Bunga javob yo'q-da. Nega yo'q? Bilib qolishadi-da keyin odam. Bittasini ayting. Yo'q, uni ayta olmayman. Keyin tamom. Shu bilib qolsa, keyin hamma yoqda bunaqa qiladi. To'xta, mana bu yo'nalishlarga e'tibor qaratish kerak. Demak, Rasul Kusherboyevning rejalari bor, oldiga qo'ygan maqsadlari bor, faqat hozircha sir tutmoqda. Keyin Biz kutib nima? qolamiz. Yana nima edi? Keskin darajada boyib ketishim ham mumkin, misol uchun katta odam bo'lib ketarman. Hozir aytib qo'ysam, bu amalga oshmay qolishi mumkin. Shuning uchun aytmay qo'yay. Siz nimadan nafratlanasiz? Yo qanchalik sevasiz? Men hayotni yaxshi ko'raman. Toza, musaffo, yaxshi tabiatli hayot va yer inson uchun juda ham yaxshi tanlangan, uni baxtli bo'lish uchun, bunyodkorlik qilish uchun berilgan ne'mat deb hisoblayman. Yer, ona yer. Shunday. Uni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Nimadan nafratlanasiz? Endi bor bir ikkita hozir. Nafrat ichingizga eng qurganmi degani? Yo'q, eslolmayapman-da, ko'p emas. Nimadan nafratlanaman? O'ylab ko'rmagan ekanman shu nimadan nafratlanishni. Kimdir yolg'ondan nafratlanadi. Kimdir O'zim ham gap yolg'on so'zlardan. gapirib turaman-ku, nimasidan o'zimni o'zim nafratlanishga to'g'ri keladi. Sezdim, chunki 3:30 ga dedingiz, 4 da boshladik, 4:10 da boshladik. Yo'q, va'dani bajarmaslik boshqa. Yolg'on gapirish. Ya'ni va'dani bajarmaslikdan ham nafratlanishingiz mumkin demoqchiman-da. Undan nafratlanib bo'lmas ekan. Endi masalan, bir vaqtda oddiy himoyasiz insonlarga azob berayotganligini ko'rganda albatta nafratlanadi inson. Shunaqa. Zulmni ko'rganda nafratlanadi. Zulm qilayotganlarda chiroyli vaziyatdan chiqib, yolg'on bilan yaxshi yurganini ko'rganda nafratlanaman. Bolalarga azob berayotganlarni ko'rganda nafratlanaman. Nohaq, aybsiz, shu kerak bo'lsa tabiatda bir bo'lagi bo'lgan insondan tortib jonzotlarga qadar azob berayotganlarni, zulm qilayotganlarni ko'rganda albatta nafratlanaman. Shu bilganim. Xulosa o'rnida qanday fikrlaringiz bor sizni kuzatayotgan kuzatuvchilarga? Xulosa o'rnidagi fikrlarim meni kamroq kuzatinglar. Ko'p gapimga e'tibor qilmanglar. Juda unaqa katta yaxshi odamam deb o'ylayvermanglar. Hamma ham oddiy inson. Nisbatan olganda kimdadir ijobiy ta'sirot qoldirishi mumkindir. Ya'ni bu hayotda hech kimdan ideallik qidirmang. Xatosiz, xato qilmaydigan inson bo'lmaydi. Hammada o'zgarishi xato bor, kamchiligi bor. Va lekin qanday maqsadda yashayapsiz? O'tayotgan vaqtingizdan to'g'ri foydalana oldingizmi? Shunga javob berib turish kerak. Yana bir muhimi, o'ziga o'zi odam hisob berganida, men shu o'tgan vaqtimdan qoniqib yashadim degan shunaqa hissiyat bo'lsa, bu eng yaxshisi bo'ladi. Shunga tilagim aytmoqchi bo'lganim shu. O'rtoqlar, o'tgan vaqtingizdan, qilgan ishingizdan
qoniqib yashash hissi agar sizda bo'ladigan bo'lsa, demak siz baxtli odamsiz. Ana shunday hissiyot bilan yashashni men tilayman sizlarga va hech qachon esingizdan chiqarmangki, inson rizq berguvchi emas. Shu joydan ketsam och qolib ketaman, qiynalib qolaman, yaqinlarim qiynaladi degan xayol bilan zulm yo'liga o'tib qolmang. Odamlarni qiynaydigan, qonunlarga qarshi, vijdonga qarshi ish qiladigan ish qilmang hech qachon. Doim esda bo'lish kerak. Insof, vijdon, adolat, to'g'rilik degan narsalarga tupurib qo'yib yashab bo'lmaydi. U har qanaqa vaqtda, har qanday kunda shunchaki sizni bezovta qilib kelaveradi, oldingizdan chiqaveradi, sizni qiynaydi. O'sha vaqtda qiynalmaslik uchun hech hozirdan tan olish kerak. Imkoni yo'q bu narsalarga tupurib qo'yib umrni o'tkazishdi. Umri qaysidir bosqichda baribir bular eshik qoqib bezovta qilib keladi. O'shanda qiynalmaslik uchun hozirdan tupurmasdan shu yo'lda yuravergan yaxshi. Shu aytmoqchi bo'lgan. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Har ishning hikmati bor deganlaridek, bugungi suhbatimiz orqali bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimizga qaysidir ma'noda turli maslahatlar bera oldik degan umiddamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Rasul Kusherbayev bo'ldilar. Xayr, sog' omon bo'ling, qalban yaqin